Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda Boltiqbo'yi davlatlaridan biri bo'lgan Latviya haqida gaplashamiz. Agarda siz Latviyada o'qishga qiziqsangiz, aynan siz uchun ushbu video yoki shunchaki qiziqsangiz ham Latviyaga ko'rishingiz mumkin ushbu videoni. Bugungi videoda asosan o'qish, yashash, yeb-ichish xarajatlari, kvartira xarajatlari va o'zbekistonlik studentlar, xuddi menga o'xshagan studentlar qilayotgan xarajatlar haqida gaplashamiz. Hostellar va kvartiralar, ya'ni turar joylar haqida gaplashamiz. Men ismim Ro'zmurod. Instagramda blog yuritaman. Latviya student hayoti haqida. Aynan mana shu nick orqali siz meni topishingiz mumkin. Birinchi o'rinda albatta turar joy masalasi. Asosan o'zbek studentlari hostellar va kvartiralarda turishadi. Hostellarda asosan 2 kishi bo'lib turasiz va ikkita hostel tavsiya qilaman. Prima va Tomo hostellari. Shu ikkalasi arzon va ancha yaxshi hisoblanadi. Prima hostellida siz bir oyga 185 euro evaziga turishingiz mumkin. Tomo hostelida esa hozirda 225 euro, aynan hozirgi ma'lumot bu. Umumiy boshqa hostellarni inobatga olsak, umumiy 150-250 euro o'rtacha oyiga rasm qilasiz hostel uchun. Ikkinchi asosiy turadigan joy bu kvartiralar hisoblanadi. Kvartira narxlari ham yaxshi, bu yerda arzon. Misol uchun 3-4 kishi bo'lib bitta kvartira olib chiqadigan bo'lsangiz, 2 xona yoki 3 xonali kvartiralarga siz 150-200 euro narx bilan turishingiz mumkin oyiga. Bu odamni xohishiga bog'liq. Misol uchun ko'p odamlar bilan bir xillar tura olmaydi. Ba'zi birlar ko'p odamlar bilan ham bemalol turaveradi. Agar o'zim turaman yoki bir kishi sherigim bilan turaman desangiz, ozgina qimmat bo'lishi mumkin. Lekin 3-4 kishi bo'lib turadigan bo'lsangiz, ancha arzonga tushadi. Ikkinchisi bu albatta sizning yeb-ichish xarajatlaringiz hisoblanadi. Bu yerda do'konlar mavjud. Arzon va katta supermarketlar. Xo'p, Rimi, Maxima va Lidl do'konlari. Rimi va Maxima juda ham mashhur bo'ldi. Avval juda ko'p aytilgan. Hozirda ham so'nggi yillarda, ya'ni mashhur bo'layotgan Lidl juda ham arzon hisoblanadi. Ayniqsa shirinliklar va mevalarni u yerdan arzonga olishingiz mumkin. Yana bir eslatma, xo'p, har bitta do'konda o'zining kartasi bo'ladi. O'sha kartani olsangiz, siz chegirmalarga ega bo'lasiz. Misol uchun menda ham Maximaning kartasi bor. Shu orqali ancha chegirmalarga ega bo'laman va har bitta do'konda bor bunaqa kartalar atiga 1 euro evaziga olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda o'zgarishi ham mumkin. Xo'p, do'konlar haqida gaplashdik. Endi yeb-ichish xarajatingiz. Agar uyda oziq-ovqat, ya'ni produktlar qiladigan bo'lsangiz, ancha arzonga tushasiz. Lekin misol uchun siz ko'chada, kafelarda ovqatlanadigan bo'lsangiz, ancha qimmatga tushadi. Bu endi sizning xohishingizga bog'liq. Misol uchun uyda ovqatlanaman desangiz, o'rtacha 150-200 euro o'rtacha xarajat qilasiz yeb-ichish uchun. Agar endi ko'chada ovqatlanaman desangiz, u 300 euro, 400 euro bundan ham ko'p ketishi mumkin. Xo'p, chunki bir marta ovqatlanish 7-12 euro atrofida bo'ladi. Asosiy masalalardan biri transport, ya'ni siz transportda yurasiz juda ko'p. Masalan, bu yerda transport juda yaxshi tuzilgan. Misol uchun tramvaylar bor, avtobuslar bor. Studentlarga ajoyib chegirma bor. 12 euro evaziga bir oyda siz mutlaqo bepulga tramvay va baslardan foydalanishingiz mumkin. Oddiy aholi uchun bu hozirda 30 euro hisoblanadi. Va bu yerda siz pikniklarga chiqishingiz mumkin, aylanishga chiqishingiz mumkin, sport zalga chiqishingiz mumkin. Unga ham alohida o'ziga bog'liq xarajat rasxodlari bor. Misol uchun zallarga chiqsangiz, ya'ni sport zalga, jimga 20-40 euro sharoitiga qarab, o'sha zallarning sharoitiga qarab chiqaverasiz. Xo'p, sizga oxirida qo'shimcha tavsiyalar berib o'tib ketmoqchiman. Ishlash imkoniyatiga keladigan bo'lsak, bakalavr talabalar uchun haftasiga 20 soatgacha ishlash imkoniyati mavjud. Lekin magistrlar uchun 40 soatgacha maksimalni ishlash mumkin. Va yana bitta qo'shimcha ma'lumot, Latviyaning ob-havosi juda ham o'zgaruvchan hisoblanadi. Ertalab shunday chiqib quyosh turgan bo'ladi, keyin obeddan keyin yana bulutli yomg'ir havo. Umuman olganda Latviyada o'rtacha talabalar 400-500 euroga yaxshi, normal yashasa bo'ladi. Endi lekin hamma har xil yashaydi. Misol uchun bir xillar ko'proq ishlatadi, bir xillar tejab ishlatadi. Hammaning o'ziga yarasha xarajatlari mavjud. Men o'rtacha hisobda aytib ketdim. Aytgancha 24-may sanasida Jizzax shahri Lider akademiya o'quv markazida men o'z seminarimni tashkil qilyapman va bu seminarda men juda ko'plab Latviyada o'qish haqida ma'lumotlar beraman. Yashash, yeb-ichish xarajatlari hammasini batafsil tushuntirib o'tib ketaman. Agarda qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Videoga like bosishni va Latviyaga kelmoqchi bo'lgan talabalarga jo'natib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.